o'ynayapti deb o'ylamaydi. Chetda qo'ygan bo'lsa ham apparat remont qilyapti. Mana. Sana Qosim aka nima desa apparatlar qalay ishlayapti? Apparat zo'r. Zo'r bunday qilib qo'ying. Yaxshimi? Mayk bosdim. Zo'r mana. Samarqand viloyati Narpay tumaniga Qosim akaning hozir sentralga o'rnatib bergan edik, 4 yil oldi. Remontga keldik, cho'kili aytadi. 2-3 yildan keyin remontni unutaverasizlar. Unaqa narsa yo'q. Mana hozir bo'lgan muammo apparat noto'g'ri ishlaganda shu yerga sinib ketib qoldi. Kelib ko'rsataylik. Shu oldinlarni montaj qildik, remont qildik. Hozir video davomida qo'yib beraman. Keyin motorlarni o'tirdik. Xudo ishlar yaxshi. Akam hozir pastki yurish joyi, ichkari yurish joyi, mana ichkariroq katta narsa bor. Bir qadar kafellar qilingan. Hozir men apparat qo'yapman. Ay keling, apparat qalay ishlayapti? Yaxshi. Zo'r gap ishlayaptimi? Bo'lmasa shunga shunaqa apparatlar kerak aloqa chiqarasizlar. Hozirgilar bundan ham yaxshi chiqyapti. Hozirgi aloqasi. Xudo xohlasa aloqa chiqarsa turadi. Akaga ular Narpay bo'yicha ikkilanib xizmatni murojaat qilaverasizlar. Nomerini aytib qo'yib qo'yaman. O'zlarining avtomobillari bor, toshib, yurib, ham olib kelib, ham olib boraman. To'g'ri aloqa chiqarasizlar. Deb gapirasanmi?